Tug'mas ayol menga kerak emas deb bir bemorimiz o'z ayolini o'sha tekshiruvdan keyin klinikaga tashlab ketib qoldi. Bunaqa hol bizda ko'proq bo'lib turadi. Ko'pchilik hozir yoshlarimiz kalta o'ylov bo'lib qolganda, kalta o'ylov bo'lib qolishgan, ya'ni oila va turmush masalasini juda yengil ko'rishgan. Hozir tibbiyotda juda katta nimalar rivojlangan. Ya'ni o'sha hozir homilador bo'lmagan ayollarimizga yoki homilador farzandi yo'q erkaklarimizda hamma tekshiruvlarni qilib, uni homilador bo'lish uchun hamma chora-tadbirlar ishlab chiqilgan, lekin bunga vaqt kerak. Albatta, shunaqa bemorlarim bor, 18 yil, 19 yil farzand bo'lganlar bor-da. O'zimizda 22 yilda farzand ko'rgan bemorlarimiz bor, lekin ularni ko'rib havasiz keladi. Hozirgacha farzand bo'lmasa ham ular bir-biriga hurmat qiladi, bir-birini yaxshi ko'radi, ular bilan mazza qilishlaringiz kerak. Lekin ayrim bir kalta fahm, hammani gapiga quloq soladigan, kim nima desa o'shani gapiga quloq solib, o'z fikriga ega bo'lmagan erkak, ya'ni o'sha o'zini oilasini himoya qila olmaydi, o'zini xotinini himoya qila olmaydi, o'zini xotinini davolay olmaydi. Hammasiga otam nima desalar shu, onam nima desalar shu deb, lekin bunday bo'lmas kerak. Inson, erkak kishi har doim o'z oilasiga o'zi qaror chiqarishi kerak. To'g'ri, kattadan maslahat olish kerak, uni qilish kerak, lekin asosiy qarorni o'zi hal qilish kerak. Chunki bu yerda kimdir farzandini, qizini shunga topshirgan, taqdirini. O'sha qaraysan, himoya qilasan, shu nima muammosi bo'lsa o'zing hal qilasan deb topshirgan, lekin mana shunday bizda bir qo'sh tirnoq ichida bir qo'rqoq, lapashang bolalarimiz esa, mana yoshlarimiz mana shunday bitta oilani barbod qilishga o'zlari sabab. Bemor keldi, tekshirdik. Ayolda hech qanday kamchiliklari yo'q, lekin ayrim bir ozgina shamollashlar bor deganimizda, menda bunaqa tug'maydigan ayol kerak emas deb bizga klinikamizga qoldirib ketdi ayol. Hatto uyiga ham jo'natmadi. Shu kelgandan, mana shu o'zidan o'zi ayolini tashlab chiqib ketdi. Lekin buni biz tekshiruvlarni oxiriga yetkazganimizda sabab erkakda. Chunki spermatozoidlar 90%, 80% bizda hozir shunaqa texnologiyalarimiz bor. Sperma foiz 50%, 70%, 80% bo'lgan bu shu ayolni homilador qila oladimi, yo'qmi? Shu ayolga to'g'ri keladimi, yo'qmi degan bizda mana shu tekshiruvlar. Biz tekshiruvlar o'tkazgan paytimiz uni spermatozoidlari ayolni homilador qila olmasdi. Ya'ni bu fanda globulospermiya deydi. Ya'ni spermatozoidlarning o'sha boshi yo'q. 90% ekan sperma. Buni diagnozni noto'g'ri qo'yishlari uchun hamma aybni ayolga qo'yishgan. Lekin bu bunaqa vaziyatlar juda ko'p bo'lib turadi. Shuning uchun hurmatli yoshlar, hech qachon taqdirlaringizni boshqa bir ma'lum bitta mayli doktorni bir gapi bilan hal qilmanglar. Buni mutaxassislar bor, kattalar bor, boshqalar bor. Yo bo'lmasa boshqa o'rtog'ingizni yo ota-onangizni gapi bilan bir taqdirni hal qilib olish shart emas. Hammasini o'ylab ko'rib, tosh taroziga qo'yib, oila masalasini keyin shunda hal qilsa yaxshi bo'ladi. Hozir tibbiyot rivojlangan. Siz xohlagan payti, mayli vaqt ketsin, 5 yil ketsin, 10 yil ketsin, 20 yil ketsin, lekin sizni farzandni qilib berish xususiyatiga ega bu tibbiyot. Shuning uchun buni hozircha bu narsaga to'g'ri baho berib, iloji bo'lsa shu oilani saqlab qolishga harakat